Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi ishimizni ham boshladik, xudo xolasa. 5 metr tepalikka tosh olamiz setgan ichiga. 5-rat, xudo xolasa oxirgisi. Sabr bir oyda tugasa kerak, Alloh nasib qilsa. Oxirgi rat turib ketyapmiz, 500 metr. Noyabr oyini 5-kuni bugun. Bunaqa sovuqlarda lichniy движение qilmay sekin ishlayverasizda, chunki gusenichni sep muzni ustida ishlasam ushamaydi-da, siyg'anib ketaveradi. Ehtiyot bo'ling, mana hozir payda burilib bo'lmaydi. Protovis tegadi, sekin orqaga yuramiz, bir 3 metr, 4 metr. O'zimiz izimiz bor, o'sha izga qarab yuraveramiz. Izga qarab yurasiz, chunki bu yerda tosh bor, aylanib bo'lmaydi. Faqat aylanish o'ng tarafga. Tez harakat qilib to'xtab bo'lmaydi-da, bashniyda. Chunki bir tarafimiz yama, 10 metr, 15 metr kanal o'tgan. Agar tushib ketishingiz mumkin. O'ta muzlama bo'lsa, yerni tatalab bo'shatib olish kerak tuprog'ini. Mana hozir samosval yurib kelyapti-yu. Shu yerda qovushingiz bilan tars, ha? Tatalab qorini, muzini yo tuprog'ini chiqarib olsangiz, siyg'anmaysiz. Hozir bizda unaqa strashniy qor yoqqan, qorning ustida yuribmiz-da. Shuning uchun uncha siyg'anchiq emas. Endi muzlab shunaqa joy bo'lsa, bu tarafni ko'ryapsizlar. Yama 15 metrlik kanal. 50 santimetrdan keyin o'sha sразу uklonda откос. Men turgan joydan. Ehtiyot bo'lib ishlanaveradi bunaqa joylarda. Shoshilish yo'q. Hopshi shoshilmaysiz. Kamaz orqasini uzib olmaymiz. Sekin olaverasiz. Oz-ozdan olaverasiz, chunki tepa mana shunaqa joyda ish qilib olsangiz nima bo'ladi? Ko'targan saringiz qovush ochilib ketadi. Ekskavatorda qovushini shunday tagiga qo'ysangiz sezasiz-da. Sekin tortaverasiz, qovushni yopib. Oxiriga kelganda o'zi tiraladi. Sekin mana olaverasiz. O'zi to'lib chiqdi. Nagruskani sezsangiz bo'ldi.
bo'ynam og'rib ketadi bunaqa tepaga qarab. Oxirgi kovushda olamiz. Bu samosval KAMAZ yaxshi. Orqasi ko'rinib turadi, chekcha bo'lsa ham. Yana bittasi bor, yangi FAFmi, Shakmanmi shunaqa. Buni sal ko'tarib beradi-da. Chunki orqa ko'rinmaydi, ichi ko'rinmaydi. Orqaga tiravermaysizda, yo'qsa orqa kuzovni uzib olasiz. O'zi uzib olasiz tars etib. Shoshilmaymiz iloji boricha. Holatda yurib olamiz keyingisiga. Mana shunaqa muzlama o'ta joyda ishlasangiz, haligi opasniy joyda. Yerni shunday tatalab olishingiz kerak mana. Shunday qilib, qo'shingizni qo'yib turib qarang. Muz bo'ladimi va to'proq bo'ladimi, qizig'i yo'q. Sal ustini ko'chirib olsangiz, bo'shatib. O'zingizga oson. Ham siyg'anmaysizda ustida turganingizda. Boshqa samosvallar ham siyg'anmaydi mana xuddi shu holatda. Chunki yonimiz yama mana kanal o'tgan yama deyman-da endi. Yarim metrdan keyin o'sha buyog'i atkos. Agar o'ta muzlama, siyg'anchiq joyda shunaqa joyda ishlasangiz, riski dvijeniya to'xtasangiz, gusini ichidan o'ngga chapga siyg'anib ketadi-da. Yoki nimanidir itarsangiz, o'zingiz orqaga ko'tarilib ketasiz. Ehtiyot bo'lish kerak nima bo'lsa ham. Hozir mana shu toshni olgan paytda bunday yer berdi biror narsani itarsangiz, gusini ichini sep orqaga ketib qoladi-da. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bunaqa muzlamalarda. Hozir ikkinchi samosvalimiz ham keladi, samosvalimiz. Abetga ham yaqin qoldi, xudo xolasa. Samosvallar ham juda opasniy joydan tushadi. Opitniy voditellarda bular. O'ta baland o'sha yer, juda uzoqda turib yaqinlashtirdim. Sekin tushib keladi o'sha yerdan, orqa machayi bilan. Oldi bilan tushmaydi chunki aylanib bo'lmaydi keyin. Shu holatda tushib kelaveradi. Samosvalda o'zi karotki orqasida kuzovini yetishmaganda tepasini. Ichi vobshe ko'rinmaydi. Shunga sal ko'tarib beradi 1 metr orqasini. O'zi biladi, kelib ko'taradi 1 metr. Menga sal ichi ko'rinadi xolos. Tosh ko'rinmaydi-yu, ichi ko'rinadi. Bu yog'i tavakkal. Olinaveradi. Qo'pollik qilmash kerak. O'zi meni kovushim hali silliq kovushmasda. Karerniy kovushu atrofida bo'rtib temirlar chiqib turibdi. Karerniy kovush. Shuning uchun ham toshning ichiga kirish qiyin. Shuning uchun shoshilmay, samosvalni orqasidan uzolmay tiqilib olaveradi.
Oz-ozdan olaverasiz, shoshilish yo'q. Tepaga oz-ozdan olgan yaxshi. Iloji boricha shu o'rta kovush olinadi, yarim kovush. Yarim kovush ham chiqmadi. Bir toshni yumshatib olamiz, orqaga oldi qilib. Tosh tushib ketmasligi uchun kovushni o'ziga tortib turib rukayapti. Bir qimirlatsangiz ichiga tushadi hamma tosh. Keyin qo'rqmay ko'taraverasiz. Chunki juda baland 5 metr. Men ko'tarayotgan joy shu 5,5 metrda. Bitta mashinani 20 minut, yarim soatda bo'shatamiz. Tuproq bo'lsa oson ichidan olish, yumshoqda. Kovushni kirishi, olinishi oson bo'ladi. Tosh tem bo'lib meni kovushim g'adir budur. Karerniy kovush. Silliqmasda. Ko'p olsangiz sekin-sekin tashlayverasiz. Chunki uni sirasi to'kaversangiz setkalar ezilib qoladi. Orqaga to'planib qolsa, oldiga itarasiz. To'planadi 100% orqaga. Orqaga yurib olamiz.
jidcha. Kemada. Tushmay qoldim ya. Gaplar bizda shoshilmay ishlayverasizlar. Akalar har yarim soatda isinib chiqyapti, chunki -22-20 graduslarda sovuq. Mayli do'stlar, videoni uzamiz. Bizda shunaqa ishlar kerak. Esdalik uchun YouTube'ga qo'yib qo'yamiz, ha. Yillar o'tib ko'rish uchun. Alloh nasib qilsa. Saha Yakutiya город Mirniy. Bu yerda 60-70 gradus sovuq bo'ladi do'stlar. Hozir bugun ertalab 27 bo'libdi. Hozir obedga yaqin 22-23 gradus. Mana sovuqimiz. Sovuq ko'rsatib qo'yishim mumkin deydi-yu. 22 da turibmiz. 22 da.